Assalomu alaykum hammaga. Bugun 12-iyul soat 6 bo'ldi. Botanika bog'ida yugurishga keldik. Dayhat bilan birga yuguramiz, lekin ulardan sal vaqtliroq boshlaymiz. Hozir kirib narsalarni tayyorlab olishga. Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda kirishga pul to'layveramiz. Naqd pulni o'sha ularga berib qo'ysa bo'ladi yoki bo'lmasa paymedan har doimgidek. Ishtoga. Charchadim. Paymedan to'lovni ham qilib oldik. 20 ming so'm. Menimcha juda arziydi. Ertalabdan tozalab hamma sharoitlarni qilib qo'yishadi, ayniqsa yuguruvchilar uchun. Muhim bitta yangilik bor. 19-iyul, 2-avgust va 30-avgust kunlari Dayhat ligasi ichida final bo'lib o'tadi va Toshkent shahri finalga chiqqan Ufa shahri bilan bellashadi. 3 kunda hamma yuguruvchilar birlashib yugurib, ball yig'ish kerak va birinchi bosqichda, birinchi raundda biz 19-iyul уже mana shu videodan bir haftadan keyin bo'ladi. Kelib Toshkent shahridan Botanika bog' lokatsiyasidan hamma birga yugurishni boshlash kerak soat 7 da va o'shanda qancha ko'p inson yugursa, qancha tezligi katta bo'lsa, shuncha ko'p ochkolar beradi. Saytdan registratsiya qilish kerak, Stravaga ulashingiz kerak. Shu hamma ma'lumotlarni Phoenix Park Telegram kanalida qoldiraman. Mana shu silka bo'yicha kirasizlar. O'sha yerda Dayhat yugurishiga registratsiya qilishga sayt bor. Registratsiyadan o'tib, Strava ilovangizni ulab, keyin qatnashish bosasiz va qatnashgandan keyin Toshkent shahrini tanlaysiz va o'sha yugurganingizdan keyin o'sha tezligingizga 20 km yugura olsangiz va eng kamida 7 tezlikda yugurgan bo'lsangiz, sizni ballaringiz Toshkent shahri uchun qo'shiladi va shu tarzda yutishimiz mumkin. O'tgan yili finalga chiqqan Toshkent shahri ham va yana Ufa shahri bilan 7 ochkoga yutqizgan ekan. Bu yil revansh olishimiz kerak. O'shaning uchun ko'proq insonlarni shu finalga jalb qilib, shu yugurishga chaqirmoqchimiz. O'sha kuni juda qiziq bo'ladi. O'sha hamma sharoitlar, qo'llab-quvvatlovchi volontyorlar, suv, yugurish uchun tezlik peyslari, hamma narsa tashkil qilinadi. O'shaning uchun kelib, qatnashib, Toshkent shahri uchun ochko qo'shishinglarni so'rab qolamiz. Shu kunlari albatta Dayhat yugurishga keling. Agar siz 20 km yugura olmagan taqdiringizda ham kelib muhitni ko'rishingiz mumkin. 10 km birga yugurishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'sha volontyorlarga qo'shilib, o'sha yerda suv, o'sha ichadigan, yeydigan narsa tashkil qiladi. Yuguruvchilar uchun shu volontyorlik tarzida ham yordam berish mumkin. Bu juda katta hissiylarni qo'shgan bo'lasizlar. Lokatsiyaga yetib keldik. O'sha mana bu orqamizda greenhouse deydi, oranjeriya yoki yashil house. Shu joyda yig'ilamiz. Hali 1 soat vaqtli bo'lgani uchun hech kim yo'q. Men vaqtliroq yugurishni boshlab, sekin tayyorlanib, narsalarni qo'yib, yugurishni boshlab turaman. Tana qizinish mashg'ulotlarini albatta yugurishdan o'tkazib olish kerak. Travma olmaslik uchun va yugurishda oyoqlarning chiganlari yozilib, tezroq, yaxshiroq yugurish uchun. Dayhatdagilar sekin kelishni boshlashyapti. Biz yugurishimizni vaqtliroq boshlab turamiz. Birinchi o'rinda soatda yo'q bo'lamiz. GPS ulandi va yoqishdi. Yugurishni boshladik. Shamollaganim uchun o'sha zo'riqmasdan o'zimga qulay bo'lgan tezlikda, qulay bo'lgan masofani yugurmoqchiman. Bilmayman qancha bo'ladi, 20 mi, 25 mi, 30 kilometrmi. O'shaning uchun vaqtliroq boshlab va Dayhat bilan birga yugurishni tugatamiz xudo xolasa va keyingi hafta o'sha birinchi raundda tezroq yugurib o'tishga harakat qilish uchun qayta tiklan olish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Phoenix Park guruhi o'sha Dayhat ligasini finali uchun adashmasam video olishyapti, chunki 2-3 kundan beri Instagramda ko'ryotgandim. Sizlar ham kirib kuzatsanglar bo'ladi. Video rolik olamiz deyishyapti. Bilmayman qanaqa mavzuda, nima sabab. Lekin asosan shu har yili finalga chiqqanda ko'proq insonlar yugurishga jalb qilish uchun hamma shunaqa video roliklar tayyorlab bir-birini chaqirishadi, kelib birga yugurish uchun. Bir 6 kilometr bitta aylanani
aylanib keldim. Bu yerda o'sha Dakar yugurishga odamlar yig'ilyapti. Sekin-sekin ko'payishyapti. 7 da yugurish boshlanadi. Доброе утро. Assalomu alaykum. O'zbekiston shu yugurishi kapitanlari, pacemakerlari, shu tezlikka olib boradigan guruh boshliqlari hammaligi sekin-asta kelib tayyorgarlik boshlayapti. Assalomu alaykum. Yaxshi. Bu yerda hali yo'llarni tozalashga ulgurishmadi. Lekin hozir mashinada o'sha hamma yoqni suv sepib, o'sha chang narsalarni ikkita tarafga surib tashlashadi. Olmaxon bu yerda olmasini olib, nonushtasini qo'yibdi. Bu yerda suvlar oqib turibdi. Salqin ob-havo. Hamma yoq deyarli soyada. Yugurish uchun Toshkentda bundan yaxshi joy menimcha yo'q bo'lsa kerak. O'pkaga ham ko'proq havo kiradi va har safar shaharda yurgandan ko'ra bu yerda 2 barobar tezroq va 2 barobar ko'proq bemalol yugura olaman. Ikkinchi aylanmaga keldik. Odamlar yana ko'payishib qolishdi. Yo'q, boya aytgandek videorolik tayyorlashyapti. Odamlar sekin-asta yig'ilib, chigil yozdi mashqlarini qilib tayyorlashyapti. Biz ham 15-20 taga qo'shilamiz. 5-kilometr aylanib o'tdik, 30 daqiqa. Bu yerda odamlar yana ko'payishdi. Va yana ko'plab odamlar hali kelyapti. Savol berishinglar mumkin. Shamollagan bo'lsang, nima yugursan, yugurish mumkinmi deb shamollagan payt. Mumkin, lekin zo'riqtirish kerak emas. O'sha yuragingiz tezroq uradi, boshingiz tezroq aylanadi. Xullas, taningiz nozikroq bo'lgani uchun hamma og'irligi kuchliroq sezadi. O'shaning uchun oldingidagi tezlikda va oldingidagi masofalarni yugura olmasligingiz mumkin. Lekin sekin, zo'riqmasdan kamroq masofani yugursa bo'ladi va u tanaga qanaqadir foydali bo'lishi mumkin. Sababi shu yotgan og'irlikka kurashish uchun organizm ko'proq kuchlanadi, harakat qiladi va shu bilan tezroq tiklanish yordam berishi mumkin. Lekin hammani o'zini organizmiga bog'liq. Eng muhimi qayta yaxshilab tiklanib olib, keyin yugurishni boshlash eng to'g'ri yo'li. Soat 7dan 5 daqiqa o'tdi va Dakarda o'sha brifing yig'ilib va hozir birga qo'shilib olamiz va yugurishni sekin boshlaymiz. Давайте поздравим вас. Наконец-то она приехала. Еще у вас есть человек Аль-Шираке, вы тут? Где вы? Тут. Если кто не знает, у Аль-Шираке больше 100 подряд айкардов. Таких людей вообще в Дайкарте двое. Организация нашей человека. Поэтому поздравляем. По пейсам сегодня 4:30 Макс, Георгий. По 5:0 Аль-Шираке, Рахим. Так, 5:30 Костя. По 6 я и Тиматя. И Руслан прогрессивную группу поведет 6:0 до 5:0. Shu групповое foto yugurish tamomi. Вот тех не видно гангстеров, если что. Да, есть. Спасибо. Kimni tug'ilgan kuni bo'lsa tabriklashdi, sovg'alar berishdi va inson 100 marta o'sha Dakarda shu qoldirib yugurayotgan ekan. Koeffitsient qo'shib borilaveradi, agar qoldirib yugursa, ularni ham alohida tabriklashdi va hozir tezlik bo'yicha guruhlar bo'linib yugurishni boshlashyapti. 5 tezlik guruhi yugurishni boshlashdi. 5:30 guruhi yig'iladi. Готовы? Ya da 6 tezlikli guruh. Olti tezlikli guruhga qo'shila olamiz. Kelish qatnashish mutlaqo bepul. Kelib, lokatsiya har doim Telegram gruppida tashlanadi. Vaqtlar aytiladi.
bemalol xohlagan inson kelib qatnashishi mumkin. Hammani kutib qolamiz. Sağ olun, mabrak yakışımız. Qalay, charchayapsiz? Kecha yozganniku, Esimda kelibsiz. bu 6 peysa. 6 pes. Boshqa Yugurishda o'sha tartib saqlash shu qoidalar bor kichkina. Shu 3 tadan botanika bog'ida 3 tadan qator bo'lib yuguriladi. Va agar boshqa tezlik yuguruvchilar kelsa, oldidan o'tib ketayotganda o'ng tarafga o'tib yo'l beriladi. Ko'rishingiz mumkin. Yugurayotganda qanaqadir to'siq yoki nimadir bo'lsa, qo'l bilan pastga ko'rsatiladi. Mana shu joyda ehtiyot bo'linglar. Chunki odam orqasida yurayotganda ko'rinmaydi. Lekin shunaqa belgi bergandan keyin ehtiyot bo'l. O'sha yerda suv bo'ladimi, daraxt shoxi bo'ladimi, yo beton turgan bo'ladimi, sразу ko'rib, sezib belgilashadi. Shunaqa qilib belgi beriladi qo'l bilan. Tepada nimadir yoki pastda nimadir. 10 kilometr bo'ldi. Daraxt bilan 3 kilometr birga yuramiz. Hali yana 9 ta aylanay birga yuramiz. Shu yugurish davomida boshqa guruh kelsa, o'ng tarafga o'tib, tezligi baland bo'lgani uchun bizning guruhdan yugurib o'tib ketadi. Bu yoqda Zominda birga yugurgan okamiz. Sağ olun. O'sha qalay yugurdingiz o'sha kuni? Yaxshi, endi men oson bo'ladi deb o'ylagandim. Ozgina qiyinchilikdan keyin o'tib ketadi deb o'ylagandim, lekin 45-kilometrdan keyin umuman yugurib bo'lmadi. Yaxshi. Faqat zo'rg'a yurdim. Yaxshi. Ancha qiyin ekan. Bugun biz birga qo'shilibdilar o'sha daraxtda birga yugurishga. O'sha kuni video ham oltdingiz. Ha, oldimda. Chiqardingizmi YouTube'ga? Yo'q, hali chiqarmadim. Montaj qilaman deb qolib ketdi. Chiqaring, qo'yib qo'yamiz linkini. Kirib ko'rishligi mumkin. O'sha Zominda ular ham 50 kilometr. Necha yoshsiz? 19. 19 yoshda 50 kilometr. Ajoyib. Hozir birga o'sha 6 yillik guruhda yuguramiz. Suv oldim. O'sha ichiga elektrolit solgandim. Anomal suvda yuguramiz o'zi. Kecha ham emas. Bugun ham ertalabdan o'sha issiq ter tuzli chiqib ketadi. O'shaning uchun ichib yugurish davomida qaytarib qo'yish kerak. Suvni ichib bo'lgandan keyin hammasini ichib bo'lishimni ko'tarishim shart emas. Shunda xohlagan tashlab ketaman. Shunaqa joyga tashlab ketaman. Keyingi aylanalarda suv ichkim kerak bo'lsa, shu yerdan yana olib ichib ketaveraman. Hozir esa guruhga ketib olish kerak, qolib ketish kerak emas. Orqamizda hozir 5 tezlikdagi guruh adashmasam yetib kelyapti va hozir bizdan yugurib o'tib ketishga harakat qilishadi. Bizga yo'l berishimiz kerak. Оп, делаем красиво. Правее! Bu guruh o'tib ketdi, bizning guruh bu yerda qolib. Endi yana 3 tadan olib yurishni davom ettiramiz. Facebook'taki ketayotgan guruh. 6. Давай, aleyküm selam. Yuguraylar. Qo'shilib videoni Tezlik qilmasa bo'ldi sen. Yuraging. yuboramanmi? Yugursa, bo'ldi. Bo'ldi, biz bilan. Motivatsiya. Yaxshi. Молодец, necha yoshsan? 10. Qancha yugurding o'zi? 5. Молодец. Qancha yana yugurasan? 4 soat. Молодец. Bu guruh 4:30 guruhi aylanib o'tib ketyapti. Volontyorlar turib suvni quyib qo'yishgan. Shu yugurayotganlarga qo'llab-quvvatlash uchun. Колу, водичку. Cool, спасибо большое. Давайте. Kola ichib olamiz, energiya bo'ladi.
Shu tarzda kelganlarga, birga yugurayotganlarga suv, kola yordam uchun taqdim qilinadi. Hattoki berib turishadi ham qo'lingizga. Bemalol yugurish davomida tezroq, uzoqroq yugurish uchun hech bo'lsa bo'ladi. Buni esa tashlash uchun juda ko'p idishlar qo'yib qo'yishgan. Guruhimiz ikkiga bo'lindi. Hozir bu yoqqa o'tib ketishdi. Bitta yarmi bu yoqda. Sababi progressiv yugurish turi bor. Bitta tezlikda boshlaysiz va tezlashib yugurasiz. 10 kilometr 6 tezlikda yurishda, endi keyingi 10 kilometr 5 tezlikda yugurishadi. Shu tarzda sekin-asta tezlikni qo'shib boshib yugurishadi. Progressiv yugurish deyiladi. Shu yugurish bilan ikkiga bo'lindi. Biz 6 tezlikda qolamiz. Qolganlar bu yoqqa o'tib ketdi. Спасибо. Suv ichib olamiz, dam olamiz. Va yugurayotgan guruhimizga yetib olishga harakat qilamiz. Endi 20 kilometr bo'ldi. Bu guruh 13 kilometr yuguryapti. Yana 7 kilometr birga yugurib, keyin ko'ramiz. Balkim o'zim, balkim men ham to'xtataman. Tur 30 tezlikda. Okalar 4 ta odam tur 30 tezlikda yuguryapti. Juda tez. Foya tashib ketgan suvni olamiz. Tuzli, ajoyib ta'mli suv. Lekin organizmga ancha seziladi foydasi. Undan tashqari gellar bor, o'sha uglevod gellari oyog'ingizga, tanangizga kuch beradi. O'shalar ham juda katta yordam beradi. Lekin menda hozircha uni faqat o'sha zarur bo'lsa musobaqalarda ichmasam agar oddiy paytlarda ichish uncha xush ko'ringan. 22 kilometr narsaga olamiz, keyin suv ichib olamiz. Bu yoqda suvlat suv olamiz yo'lga. Assalomu alaykum Iskandar aka. Qalaysiz aka? Charchamayapsiz? Direktor Ranshanba. Yemaysizmi bizani? Xudo xohlasa keyingi hafta volontyor bo'lib bormoqchi, video olishga chista. Chista video olish. Keling, xursand bo'laman. Faqat volontyor bo'lmoqchi bo'lsangiz, oldindan menga yo'l bersangiz, bitta. Если мы не победим Уфу, Muzdek suv. Yugurayotganda ko'p uglevod yo'qotganimizga, nonli mahsulotlar ayniqsa ichida shokolad ham bor edi, ozgina energiya beradi. Ozgina kuch bo'ladi hozir. Keyingi 10 kilometr yugurish uchun kuch yig'ib davom ettiramiz. Shu guruhga qo'shilib olib yugurish davom ettiramiz. Bilmayman necha tezlik. Hozir ko'ramiz. Adashmasam 5:30 tezlik ekan. Ana uchun tezlik qiladi. Shuning uchun o'zimiz sekinlashib 6,5-7 tezlikda yuguraman. 24 kilometr. Yo'lda ko'pchilik yugurish tugatdi. Suvlar tarqatishyapti. Banerlar tayyorlab qo'yishgan. Final uchun energiyani to'ldirgan. Keyingi hafta finalga ko'pchilik tayyorlanyapti va kim 20 kilometr yugura oladigan tanishi bo'lsa chaqirsin deb aytishyapti. Yana 7 kilometr 30 qilib qo'yman, to'xtasam kerak. Juda suv, hamma yog'im ho'l. Ter oqib, shortigacha tushib ho'l bo'lib ketdi. 25 kilometr 2 soat 32 daqiqa. Juda suv bo'lgani juda qiyin yugurilyapti. Hozir bitta oka kelib, qancha yugurdingiz? 25 dan. Yana qancha bordilar? 5 dan. Issiq juda qiyin bo'ldi. Ko'p gapirmadilar. Atigi ikkita kruv ekan o'zlari. Qila olaysan deb yugurib o'tib ketdilar menda. Mana yerga ketyapti. Shuncha yaxshi guruh bo'lib yugurishi, jamoa bo'lib yugurishi hamma bir-birini ko'prog'iga, yuqorirog'iga intiltiradi va yordam beradi. Sekin bo'lsa ham oxirgi 5 kilometr tugatib qo'yamiz. Ikkinchi izotonik suv olamiz. Bu izotonik suv moydek ketdi deydi. 27,5 kilometr 2 soat 50 daqiqa. Juda suv, bitta life hack ko'rsataman. Qaytarish tavsiya beriladi. Muzdek suv
o'zi odatda yugurayotganda beldan muzdek suv quysa charchoqlarni oladi, kuch beradi. Lekin oyog'iga ham muzdek suv tegsa qizib turgani uchun muzlanadi va yana kuch bo'ladi yugurishga. Lekin oyoq kiyimlar asos chiqadi. O'shaning uchun tavsiya berilmaydi. Ayni ilojim yo'q. Ya'ni 2,5 kilometr amallar tugatib yugurib olishim kerak. Mana bu ay shu akamiz yetib ketuvdilar. Atiga ikkita kruv yurdi. Hozir oxirgisida ko'rishingni tezligiga oxirgi 1 kilometr bilan tezliklarida necha yugurasiz? Hozir temp 40. 40 tezlikda. Voy, yuragim уже. Lekin hozir tugataman o'shaning uchun. Oxirgi atri. Vakansiya anqagacha, finishgacha, desetgacha. Ya, men qaytaman. Bo'ldi mana. Omad aka. Ko'rsangiz. Yigirma 9,5 bo'ldi. Oxirgi 500 metr sekin qayta tiklanish bu. Yuguramiz. Juda tez yuguradi. Har doim botanikada hammadan ko'proq tez 40 tezlikda yuguradi. Hozir ular bilan birga tezliklarda yugurib ko'rishga harakat qilaman. Yurak bo'lsin 170 ga chiqib ketdi. Tez yugurish shunaqa minus tomoni ham bor. Yuragingiz otilib chiqqandan keyin unaqa ko'p yugura olmaysiz va yugurishingizga juda qiyin bo'ladi. Lekin menda oxirgisi bo'lgani uchun o'zimni qiynashga harakat qilaman. Shu bilan 30 kilometr bo'ldi. 3 soat 5 daqiqa 55 soniya. O'rtacha 6:17 tezlik bo'libdi umumiy masofa bo'yicha. Hozir yana ozgina yurib, suv olib, ichib 15-20 minut o'zimga kelib olishga harakat qilaman, yuvinib uyga ketamiz. Ko'pchilik уже tarqadi, ketyapti. 19-iyul kuni keyingi hafta agar ulgursanglar, videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta kelinglar. Bo'lmasa 2-avgustda ham bo'ladi va 30-avgustda ham finalning oxirgi raundi bo'ladi. Kelinglar, kutib qolamiz. Oddiy kunlari ham yakshanba kuni kelsanglar, Botanika bog'ida yuguruvchilar ko'p. Phoenix Park bilan Dayhatda yugurishda ko'rishguncha hammaga xayr.